3 ta 8 darsdan ro'yxatdan o'tishni to'liq tushuntirib o'taman. Ro'yxatdan o'tishga kiramiz. Bu yerda 3 xil usul bor. Bir bosqichda ro'yxatdan o'tamiz. Bu yerdan birinchisi mamlakat. Ikkinchisi xohlagan valyutangizni o'ynasangiz bo'ladi. Dollar, yevro, rubl, boshqa valyutalar ham ko'p. Rubl deb yossang, Rossiya rubli kelib chiqadi. Biz so'mni o'ynaymiz. Keyin bu yerda bonus olishingiz uchun kazino yoki games o'yinlari uchun olsangiz bo'ladi yoki sport uchun olsangiz bo'ladi. Men sportni tanladim. Keyin bu yerga promo kod yozishimiz kerak bo'ladi. 100% bonus olishingiz uchun katta harflar bilan VIB 555 kiritib bo'lganingizdan keyin uchalasini bitishga qilasiz tani. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Keyin bu yerdan kapchadan o'tishimiz kerak. Bu yerda avtomobillar belgilab, tasdiqlash tugmasini bosamiz. Mana bizlarda akkaunt ochildi. Buni galeriyaga saqlab olib qo'yamiz. Screenshot qilib qo'yingizlar. Bu esdan chiqmasin. Eng kerakli narsa bu. Keyingi tugmasini bosamiz. Va bizning akkauntimizga olib o'tadi mana. Yangi akkaunt. Endi buni buni nastroyga qilib bo'lganimizdan keyin hisob to'ldirishga o'tsangiz ham bo'ladi. Birinchi nastroyga qilishimiz kerak. Mana bu yerda shaxsiy ma'lumotlar degan joyi bor. Ustiga bosamiz. Bu yerda telefon raqam ulab qo'yingizlar do'stlar. Email ulash shart emas. Xohlasangiz telefon nomerini ham ulamasangiz ham bo'ladi. Pul chiqarishda umuman muammo bo'lmaydi. Faqat mana bu yerda qalamchani to'ldirib chiqishimiz kerak. Bu yerda asosiy joylarni tushuntirib o'taman. Qolgan joylarni o'zlaringiz kiritib chiqasizlar. Mana bu yerda sizda yashil pasport bo'lsa, mana buni tanlaysiz. Chet el pasporti bo'lsa, birinchidan tanlaysiz. ID kart deyapti. Agar pasportingiz plastikka o'xshagan ID karta bo'lsa, o'shani buni tanlaysiz. Bu yerga pasport seriyasi deyapti. Xo'sh. Mana A'si bo'lsa shuni yozasiz. Keyin bu yerga 3 ta raqamni yozasiz. A'sidan keyin 3 ta raqamni kiritasiz. Chunki bunda 6 ta raqam kiritish kerak. Yana 4 ta raqam kiritish kerak ekan. A'sidan harflardan keyin 4 ta raqam kiritasiz. Keyin bu yerga hujjat raqami pasportda 14 ta raqam bo'ladimi? Agar sizda yashil pasport bo'lsa, burchagida oxiridan 2 ta son tashlaysizlardan 14 ta raqamni ko'chirib yozasizlar bu joyiga. 14 ta raqamni. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyin berilgan sanasi ham deyapti. Topib OK deb bossangizda kiritiladi avtomatik. Kim tomonidan berilgan degan joyi ham pasportda yozib qo'yilgan. Xo'sh, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyin saqlash tugmasini barchasini kiritib qo'yganingizdan keyin saqlash tugmasini bosasiz ma'lumotlaringiz saqlanadi. Agar bir ikkita qolib ketgan bo'lsa, yana qalamcha chiqib turadi. Mana. Keyinroq yana to'ldirib qo'ysangiz bo'ladi qolgan joylarini ham. Barchasini to'ldirib bo'lsangiz bu qalamcha yo'qoladi. Sizda keyin hisob to'ldirish, pul chiqarishda umuman muammo bo'lmaydi. Bu yerdan hisob to'ldirishga o'tamiz yoki mana burchakda nastroyga turibdi. Bu joydan ham o'tsangiz bo'ladi. Hisob to'ldirish, pul chiqarish. Xo'sh, hisob to'ldirishni qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerdan Humo Uzcard bo'limi bor. Bu yerdan Humoni tanlab, summani minimal 30 mingdan 33 million so'mgacha kiritsangiz bo'lar ekan. Masalan, 500 ming so'm. Tasdiqlash tugmasini bosasiz, keyin bu yerdan Humoni tanlaysiz. Xo'sh, ozgina kutamiz. Xo'sh, bu yerda qanday o'tkazamiz desangizlar, bu yerda karta beryapti. O'sha kartaga biz ham 500 ming so'm taylashimiz kerak. Agar siz 500 ming so'mdan kam yoki ko'p taylab qo'ysangiz tushmasligi mumkin. O'shaning uchun
aytilgan summani to'shni taylasangiz, sirasi pulingiz avtomatik biladi bu. Sirasi tashab beradi pulingizni. Pulni o'tkazib bo'lgandan keyin shu kartaga men pulni to'ladim yozuvini bosasiz. Mana shuncha vaqt ichida pulni taylab bo'lishingiz kerak. O'rtani bosib chiqasizdan, mana birinchi kartani nusxa olasiz. O'rtani bosib chiqasizdan, masalan, klikdan farqi yo'q, biron tanlab o'tib, shu kartaga 500 ming so'm o'tkazib, men pul to'ladim deb yozasiz, bosasiz. Keyin hisobingizga pul tushadi sirasi. Xo'sh, endi Uzcard bo'limini ham ko'rsatadigan bo'lsam, bunisi. Mana bunisi Uzcard. Bunda ham xuddi shunday, berilgan kartaga pul taylaysiz. Bu yerga o'zingiz karta raqamingizni kiritasiz. Boshda adashib ketmasligi uchun 50 ming so'm taylab ko'ringizlar. Endi o'rganib olishingiz uchun boshda. Demak, shu kartaga mana nusxa olasizdan, shu kartaga yana 50 ming so'm taylaysizdan. Bu yerga o'zingiz karta raqamingizni kiritasiz. Mana qaysi kartadan to'lagan bo'lsangiz, o'zingiz kiritasiz. Keyin bu yerga chekini mana plyusni bosib, galeriyadan chekini yuborasiz. Keyin tasdiqlashni bosasiz, hisobingizga keyin pul tushadi. Bu sal qiyinroq ekan, uncha tushum. Agar tushunmasangiz, mana bu bo'lim orqali to'ldirsangiz ham bo'ladi. Xo'sh. Bu yerdan Humo Uzcard ikkalasi orqali to'ldirsangiz ham bo'ladi. Bu yerdan Humoni yoki Uzcard tanlashingiz mumkin. Bunda ham xuddi shunday, berilgan kartaga 30 ming so'm taylaysiz. Hozir men shuni ham ko'rsatib o'tayim-da. Mana men boshqa kartadan, boshqa telefonimdan pul o'tkazyapman. Siz o'rtani bosib chiqib, kartani nusxalab, bemalol pul taylashingiz mumkin. Demak, 98 60 16 01 01 29 Xo'sh. Boshqa telefondan pul taylayapman. Tak, 30 ming so'm yozdim. 30 mingdan masalan 31 ming taylasangiz tushmaydi. Masalan 29 ming so'm taylasangiz tushmaydi. Aynan to'shni 30 ming so'm taylasangiz aniq tushadi. Xo'sh, men 30 ming so'm tayladim men. Endi pulni to'ladim yozuvini bosaman. O'zi bosmasligingizdan sirasi o'zi biladi bu pul tushganini. Mana ozgina kutasiz. Mana keyin hisobingizga mana 30 ming so'm tushgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin mana. Xo'sh. Telegram kanalimizning manzili video ostida va kommentariyada yozib qoldiraman. Kimda qanday savollar bo'lsa yoki pul chiqarishda muammo bo'lsa, Telegram kanalimizga yozishingiz mumkin va buni programmasini ham taylab qo'yamiz.